Oppa, do'stlar, mana ko'rib turganingizdek biz avtomobillarning tomlariga o'rnatadigan katta bagajlarni eng katta vodiydagi sexidamiz va bu yerda barcha turdagi avtomobillarga bagaj ishlab chiqarildi. Shoshmay tursangiz, sizga 3 ta avtomashinaga bagaj ko'rsataman. Sizlarning ko'p vaqtingizni olish niyatimiz yo'q. Mana bu Damas avtomobiliga va bu Damas avtomobiliga bir necha xil bagajlar bor. Razmerlari o'zgargan holatda. Bunimiz Arlando avtomobiliga tayyor. Kimda Arlandosi bo'lsa, videoni jo'natib qo'yinglar. Mana bunisi Lacetti va Gentra avtomobili borlarga, xohlasa Toshkentga qatnashsin, xohlasa Rossiyaga qatnashsin. Mana shu bagajdan qo'ysa, xudo xolasa borib kelaveradi. Bunisi Nexia 2 avtomobiliga, Nexia 1 avtomobiliga, bunisi ham Nexia 1 va Nexia 2 avtomobili va Matiz avtomobiliga ham tushadi. Aynan mana shu bagajlarimiz. Orada qolib ketgani bu Laboni tomiga bo'ladi. Keyingisi mana bu bagajimiz Niva avtomobili bor, ovchi va toqqa yuradigan va tog'da yashaydigan Nivasi borlar uchun. Nivaliklarga salom. Kechagi biz Nifrit tog'ida Nivada yurdik. Ana shu insonlar, mana bu bagaj nimada bo'lishlaysizlar? Qaysi avtomobilga to'g'ri keladi va bu bagaj legendarniy O'zbekistondagi eng ko'p va zo'r avtomobil Cobalt'ni bagaji hisoblanadi. Bularning hammasini narxlarini bizga Jamolxon akam tanishtiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Cobalt narxini skidkada 400 ming so'm qo'yganmiz. Skidkada 400 ming so'm. Skidkada 400 ming so'm. Niva'niki 450 ming so'm chiqadi. Niva 450 ming. Hop, Nexia 1,5 metrligimiz 350 ming so'm, 120 ligi 300 ming so'm skidkada. 300 ming so'm, 350 ming so'm Nexia. Labo'yimiz ham 300 ming so'm chiqadi. Laboni tomiga 300 ming so'm. Hop, Lacetti qalin bagajimiz skidkada 650 ming so'm. 650 ming so'm Lacettiga. Hop, Arlando bagajimiz 8 ming so'm chiqadi ustunovkalari bilan. Tayyor ustunovkasi bilan. Xo'p bo'ladi. Damasimiz 2 xil narxda chiqadi. Hop, uzuni 400 ming so'm, kaltasi 350 ming so'm. Kaltasi 350 ming so'm, uzuni 400 ming so'm. Uzuni 400 ming so'm. Ana endi sizga bir nechta savollar bilan murojaat qilsam, Jamolxon aka, mana shu bagaj sotyapsiz, bagaj ishlab chiqarasiz. Mana shu bagajlarning o'zingiz ishlab chiqaruvchi bo'lib turib, nimasiga e'tibor berish kerak sotib olayotganda? Birinchi o'rinda materialiga, kraskasiga, oxirida endi dokumentiga e'tibor berish kerak. Chunki hozirgi kunda poddelka dokument bilan sotadiganlar ham ko'payib ketdi. Iloji boricha sotuvchilardan so'rab olish kerak, tekshirib ham olish kerak dokumentni. Oxirida rasmini ham qo'yamiz, o'sha joyda QR kodi bilan tekshirib olsa yaxshi bo'ladi. Ana shu QR kod bazadan o'tgan, bazadan ko'rinadi, albatta. Respublikasi bo'yicha. Ana shu QR kod bilan GAIdan o'tadi. Amal qiladi, GAIdan o'tadi. Xuddi shunday. Xo'p bo'ladi. Keyingi savolim, siz hozir materialga e'tibor berishingiz kerak dedingiz. Materialni qanday bilamiz biz? Material o'zi bilinib turadi. Temir bilan shug'ullangan odam bitta ko'targandayoq biladi o'zi. Bagajda og'irroq bo'lsa, qalin materialdan ishlangan. Yengil bo'lsa, yupqadan ishlangan bo'ladi. Ha, og'iri yaxshimi, yengili yaxshi? Og'iri albatta yaxshi bo'ladi, chunki qalin material uzoqroq xizmat qilib beradi. Xizmat qilib beradi. Endi bu bagajlarimizga qancha vaqt garantiya berasiz, mana ishlab chiqarib, sotib? Bagajda hali shu paytgacha vaqtiga garantiya berilmagan, yuk ko'tarishga garantiya beriladi. Xo'p. Eng minimalni 150 kilodan 400 kilogacha garantiya beriladi. 150 kilogramdan 400 kilogramgacha yuk yuklasa, bu bagaj ko'taradi. Ko'tarib beradi. Endi u ham turlariga qarab. Turiga qarab. Xo'p bo'ladi. Keyingi savolim, O'zbekistonda, misol Xorazmdan, Buxorodan, Toshkent, Andijondan ko'rayotganlarga bagaj dastavkamiz bormi? Dastavkani BTS orqali qilib beramiz. Xudo xolasa, BTSdan umuman muammo bo'lgani yo'q. Shu kungacha yetkazib beryapmiz. Yetkazib beryapmiz. Xuddi shunday. Dastavka Optimga ishlaymizmi? 10 ta, 20 ta, 100 ta. Albatta ishlaymiz. Vodiy bo'ylab 50 tagacha dastavka bepul. O'zingiz qilib berasiz. O'zimiz qilib beramiz. Agar vodiydan chiqadigan bo'lsa, 100 tagacha bepul qilib beramiz. Vodiydan chiqqanda Samarqandga ham 100 tani olib borib beraverasiz. Albatta, Xorazmgacha olib borib beramiz. Endi biz hozir bugungi tanishtirgan narxlarimizdan dastavka o'sha Optim narxlari o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Optim narxlar albatta o'zgaradi. Katta o'zgaradi, o'zgaradi. Xudo xohlasa. Chunki sotuvchilarni ham o'ylash kerak bu yerda. Albatta. Do'stlar, buni hammasi hozir biz sizlarga ko'rsatgan ma'lumotlarimiz sexidan va bir necha yillik tajribadan ega. Qachondan beri ish qilasiz? 2017-yildan beri. 2017-yildan beri 3 yil, 6 yil, 9 yil. 9 yil bo'ldi. Yaqinda xudo xohlasa 10 yilligi bo'lar ekan va haqiqatan ham men bu yerdan 5 yil avval ikkita Cobalt'ga Rossiyaga qatnayman deb bagaj yuklab ketganman. Xuddi shunday. O'rnatib ketganman. Shundan beri tanishmiz va men ijodga qaytgandan keyin chiqaraman dedim, aytdim, sexlariga keldim. Bu yerda juda ham ko'plab bagajlar bor, juda ham ko'plab materiallar bor
va juda ham ko'plab assortimentlar bor. Eng sizlarga kerakligi qaysi bagajligini kommentariyada yozinglar. Telefon nomeri mana ekranda, savolinglar bo'lsa beringlar, telefon qilinglar. Ish vaqti, manzili, lokatsiyasi agar Qo'qon territoriyasida bo'lsangiz, lekin viloyat Andijon, Namangan, Toshkent, Sirdaryoda bo'ladigan bo'lsangiz, aytishdi mana BTS orqali chiqarib olamiz. Xullas tayyori bor. Har qanday mashinaga qilib beramiz. Ha. Xohlasa Xitoy mashina bo'lsin, mana hozirgi kunda Jak, Shinarey, Damas 3 chiqyapti. Ha. Bularga ham qo'yib berish imkoniyatimiz bor. Li Motors, Lip Motors, Albatta, unaqa mashinalardan ham muammo yo'q. Chang'an, qanday Jetower, turlarga. Suis, hamma mashinaga. Albatta, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mashinalar hammasi tayyori bo'ladi. Bir Agar chet elda ishlab chiqarilgan mashina bo'lsa, ishlarini 4-5 soatda bitirib beramiz. kelsa 4-5 soatda qanday bitirib Albatta. berasiz? 4-5 soatda bitirib beramiz. Wow! Noldan yasab qilib beramiz. 4-5 soatda noldan yasab qilib berasiz. Albatta. Menga ham qilib beringlar, bo'lmasa. Pajasta, qilib beramiz, muammo yo'q. Xudo xolos. Ana so'zlarni oldik, aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlari ekranda, narxlarni sizlarga tushuntirdik. O'zabzor Muhammadjon, vaqtinglarni olmadik, sog' bo'linglar.